o'zingiz uchun ham yashang bu hayotda. Vaqt, umr juda qisqa. Hamma o'zingiz ehtiyot qiling deydi, lekin hech kim sizga ehtiyot qilaman demaydi. Qarang, sizga ehtiyot qilaman demaydi. Bir dard cheksiz, o'zingizni joningizni oling, o'zingiz qiynalasiz. To'g'ri, odamlar sizga dori-darmon olib kelib, malham qo'yib davolashga harakat qiladi, lekin o'zingiz joningiz qiynaladi. Qadib uy solish kerak, mashina olish kerak, xarajat qilish kerak, falonchini kamini bitkazib falan. Qo'ying. Bir nafasda joningiz kelsa, hammasi qolib ketdi. To'g'ri, oila, bola-chaqa, ota-ona, boshqa el, millat, xalqqa yaxshilik qilib xizmat qilish kerak. Sog' bo'lsangiz xizmat qilasizmi? Sog' bo'lsangiz ko'nglini olasizmi? Sog'liq uchun inson o'ziga e'tibor qilish kerak. Hammaga jon